vaqti. Mana ko'rish prezentatsiya hammaga ko'rinyaptimi? Ravon damla. Xo'p, yaxshi. Demak, atomning modelini, Thomson modelini haqiqatan to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun birinchi bo'lib Rezerford degan olim oltin folgaga radioaktiv nurlar bilan bombardimon qilib alfa zarrachalarni bombardimon qiladi va kuzatadi. U mana tajribasi qisqacha mana shunday ko'rinishda. Mana o'rtada oltin folga turibdi. Mana bu yerda radioaktiv modda joylashtirilgan bo'ladi. Bu radioaktiv modda o'zidan alfa zarrachalarini nurlaydi. Va u oltin folga qarab yo'naltiriladi. Bu yerda esa mana ko'z bilan demak jarayonni kuzatish qurilmasi mikroskop tasvirlangan. Rezerford shunday xulosaga keladi. Atomning butun massasi mujassamlashgan, markazida musbat zaryadlangan yadro joylashgan. Umuman olganda atom neytral bo'ladi. Yadro atrofida planetalarga o'xshash e, Kulon kuchlari ta'sirida elektronlar aylanadi. Mana Rezerford demak Thomsonning modeliga tuzatish kiritadi. Ya'ni u zaryadlangan zarrachalar tartibsiz joylashgan emas, konkret mana markazda demak og'ir butun atomning massasini deyarli o'zidan mujassamlashtirgan yadrosi joylashgan bo'ladi. Yadrosining tarkibida proton va neytronlar mavjud. Uning demak yadroning atrofida elektronlar orbitalarda harakatlanib yuradi. Bu xuddiki quyosh sistemasining tuzilishiga, ya'ni quyosh u markazda joylashgan, uning atrofida sayyoralar aylanib yurishiga o'xshagani uchun buni planetar, ya'ni planetalarga o'xshagan model deb ta'riflashgan. Xo'p, bu yerda mana alfa zarrachalar sochilishi nima qilingan, tasvirlangan. Mana bu yerda atom, mana atom uni atrofida zaryad elektronlar aylanib yuradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu alfa zarracha yashil, bu atomga urilganida qanday sochilib ketishini ko'rishimiz mumkin. Mana xuddi shunday Rezerford tajribasida ham xuddi shunday sochilish paydo bo'lgan. Endi bundan kelib chiqib bir davr sistemaning birinchi raqamida turgan vodorod atomi o'rganilgan. Vodorod atomini o'rganganda uning spektroskopiyasida har xil turdagi nurlar ko'ringan. Ya'ni bu umumiy holatda Balmer formulasi deyiladi. Balmer formulasida mana ko'rishimiz mumkin, nu teng r bir taqsim m kvadrat minus bir taqsim n kvadrat ifoda hisoblanadi. Bu yerda r deganimiz Rydberg doimiysi deyiladi. U shu 29 10 ustida 15 bir taqsim sekundga teng. Agar lambda orqali yozsak, bir taqsim lambda teng r shtrix kosida bir taqsim m kvadrat minus bir taqsim n kvadrat bo'ladi. Bu yerda n m deganlar ular tartib sonlar. Ya'ni energiya sathining nomerini bildiradi, ifodalaydi. Ya'ni birinchi sathdan ikkinchi sathga o'tdi desa, demak n o'rniga 1 qo'yamiz, m o'rniga 2 qo'yib ishlaymiz. R shtrix degan ham Rydberg doimiysi, u faqat nimada sekundda ifodalangani 3,29 bo'ladi. Metrda ifodalangani 1,1 bir taqsim metr ko'rinishida yoziladi. Endi vodorod atomini demak energetik sathlar birinchi energiya, ikkinchi energiyasi, uchinchi va hokazo 4, bu yerda 4 energiya tasvirlangan. Birinchi sathning energiyasi -13,6 elektron voltga teng, ikkinchisiga 3,4 elektron volt, uchinchisiniki 1,51 elektron volt bo'ladi. Albatta bu energiyaning qiymati manfiy
deb nima qilingan, qabul qilingan. Endi Lyman seriyasi ultrabinafsha nurlanishni hosil qiladi. Lyman seriyasi ultrabinafsha nurlanishni hosil qiladi. Bunda barcha demak elektronlar yuqori sathdan birinchi sathga tushadi. Yuqori sathdan birinchi sathga tushadi. Bu Lyman seriyasi deyiladi. Balmer seriyasida esa ikkinchi sathga tushish kerak. Pashin seriyasida uchinchi sathga tushish kerak bo'ladi. Demak, Lyman seriyasida ultrabinafsha nurlar hosil bo'ladi. Balmer seriyasida ko'zga ko'rinadigan nur hosil bo'ladi. Pashin seriyasida infraqizil nurlanish sodir bo'ladi. Bu yerda seriyalarni demak grafik ko'rsatma surash. Mana hammasidan birinchiga tushsa Lyman bo'ladi. Hammasidan ikkinchiga tushsa Balmer bo'ladi. Hammasidan uchinchisiga tushsa demak Pashin seriyasi bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa boshqa ko'rinishda tasvirlangan. Endi ana shu Rutherford o'zining modelini, planetar modelini yaratadi, ya'ni elektron yadro atrofida aylanma harakat qiladi degan nimani ilgari suradi. Shunda demak, e, bu nazariyaning kamchiligini Bohr to'ldiradi. Ya'ni Bohr aytadi, bunda ham demak bir nechta postulati mavjud Bohrni. Birinchi postulatida aytadi, statsionar holatda atom energiyasini muzlatmaydi. Ya'ni atom agar tinch turgan bo'lsa, unga hech qanday tashqi ta'sirlar ko'rsatilmayotgan bo'lsa, u demak o'zining statsionar energiyasini yo'qotmaydi. Endi atomda joylashgan demak elektron bir joydan ikkinchi joyga o'tish uchun unga tashqarida energiya berishimizga to'g'ri keladi, yoki qizdirish yoki yorug'lik energiyasi va shunga o'xshagan demak energiyalarni kiritsak, elektron o'zining demak bir sathdan ikkinchi sathga o'tadi. Bohrning 3-postulatida aytiladi, atomning demak orbital doiraviy harakat momenti ham ko'rsatilgan deydi. Ya'ni mvr nh chiziqchaga teng bo'ladi. M bu yerda elektron massasi, nu demak tezligi, r esa radius hisoblanadi. Bu yerda nu emas, v deb xizmat qilishimiz kerak. Bu demak elektronning tezligi. Endi shunga mos ravishda elektronning radiusini, birinchi orbitaning radiusini topish uchun n o'rniga 1 qo'yamiz. Natijada birinchi orbitaning radiusi kelib chiqadi. Uning qiymati demak birinchi orbitaning radiusi 5,28 10 + -11 metrga tengligini demak aniqlash mumkin ekan. Bundan tashqari chastotasini, energiyasini nima qilish mumkin, ifodalash mumkin. Haqiqatdan ham Rutherford, Planck aytgan nazariyalar to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun Frank o'zining tajribasini o'tkazadi va ular simob atomlarini holatiga 4,86 elektronga to'g'ri kelishini aniqlashadi. Men amasam bo'lmaydi zamandan. Yig'inni cheta. Xo'p. Prezentatsiya ko'rinib turibdimi hammaga? Avang domla. Xo'p, yaxshi ko'rinib turgan bo'lsa, demak Frank tajribasidan xulosa shunday bo'ladiki, haqiqatdan ham atomning energiyasi diskret, ya'ni konkret qiymatlarni qabul qilishi, u hamma energiya qiymatlarini ham qabul qilavermasligini
nima qiladi? Bu tajriba yordamida mana ko'rsatib beradi. Haqiqatdan ham smog atomlarini uyg'otish uchun, ya'ni uni demak bir sathdan ikkinchi sathga o'tkazish uchun demak 486 elektron zarurligi tajribada topiladi. Buni misol uchun mana bu grafikdan ham nima qilishimiz ko'rishimiz mumkin. Ho'p. Endi kvant mexanikasi jihatidan qaraganda ham xuddi shu demak nazariyalar demak ilgari suriladi. Endi bu atomlarni, yadrolarni o'rganadigan markaz bu katta kollayder deyiladi. Bu demak katta kollayder mana shunday diametri juda katta bo'lgan demak mana Jeneva va Switzerland deyilgan o'sha demak ikkita davlatning chegarasida o'rnatilgan va ular mana shunday katta ilmiy tadqiqot demak atomlarni, yadrolarni o'rganish uchun mana shunday katta tadqiqot markazi barpo qilishgan. Bu demak markazda mana shu mayda zarrachalar o'rganiladi. Juda katta hududda joylashgan. Mana bu xarita, mana xaritadan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu joylarda mana tekisliklar tasvirlangan. Ko'rib turganingizdek, shu demak mana shu katta hududda demak laboratoriya tashkil qilingan. Ya'ni aynan shu mayda atom, uning zarrachalari, elektron, proton, neytron degan demak turli xil mayda zarrachalarni o'rganish uchun nima qilingan? O'rganiladigan tadqiqot markazi hisoblanadi. Demak, bu joydan nima qildik? Ko'rib chiqdik. Endi yadro nimasiga o'tsak, demak, atomni demak ichida yadrosi joylashgan bo'ladi. Demak, bu rasmdan mana ko'rishimiz mumkin, taxminan shunday ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Mana markazda zich joylashgan yadro bo'ladi. Mana shu uning atrofida elektronlar demak o'zining orbitalarida harakatlanadi. Endi endi o'lchamlarga keladigan bo'lsak, mana bitta molekulaning o'lchami 10⁻⁹ metr bo'lsa, atomning o'lchami 10⁻⁻10 metr bo'ladi. Yadroning o'lchami esa 10⁻⁵, 10⁻⁴ metr atrofida bo'ladi. Ya'ni yadro atom va molekuladan kichik bo'lgan zarracha hisoblanadi. Endi yadroning tarkibida proton va neytronlardan tashkil topgan bo'ladi. Proton bu musbat zaryadlangan zarracha, neytron esa zaryadlanmagan zarracha hisoblanadi. Proton va neytronlar yadro kuchlari bilan bir-birisiga bog'langan bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Musbatlar ular protonlar, qizillar esa neytronlar, ya'ni zaryad yo'q bo'lgan zarrachalar hisoblanadi. Xo'p, bu yerda mana zaryadlari nimalari nima qilingan? Mana elektronning zaryadi 1,6 kulon. Buni demak biz o'tganmiz. Protonning massasi 1,67 kilogramm. Massa atom birligida taxminan 1 deb ifodalanadi. Energiya jihatdan esa 938,27 mev bo'ladi. Spini 1/2 ga teng. Magnit momenti demak plus 2,79 ga teng ekan. Xo'p. Bu yerda esa neytron ham bu atomning yadrosi ichidagi zarracha hisoblanadi. Uning massasi ham taxminan proton massasiga teng bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu demak massani har xil ko'rinishda ifodalangani qiymati. Lekin buni
protondan farqi zaryadining mavjud emasligi, ya'ni buning zaryadi 0 bo'ladi. Protonning zaryadi esa plyusdan 1,6 ga teng. Neytron esa zaryadlanmagan zarracha hisoblanadi. Kimyoviy ifodaga ko'ra atomni mana shunday ko'rinishda ifodalaymiz. Ya'ni X atomni pastida Z turadi, tepasida nimasi turadi, belgisi turadi. Z bu protonlar soni, elektronlar soni va elementning tartib nomerini ifodalaydi. A bo'lsa protonlar soni plus elektronlar soni ikkalasining neytronlar soni ikkalasining yig'indisi A deb yoziladi va davriy sistemada ham uning o'rni mana shu sonlarga qarab belgilanadi. E, Endi protonning 3 xil ko'rinishdagi izotoplari mavjud. Bular demak dastlab demak o'zi vodorodni, keyin deuteriy, keyin tritiy deyiladi. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, pasti hammasi bir xil, bir bo'lyapti. Tepasi mana 1, 2, 3 bo'lib oshib ketyapti. Mana shu bu neytronlar sonining oshganligini bildiradi. Mana ko'rishimiz mumkin, neytronlar soni oshib ketyapti. Bu bunday, ya'ni protonlar soni bir xil, ammo neytronlar soni bilan farq qiladigan demak yadrolarga izotoplar deyiladi. Izobarlarda mana tepasi bir xil, mana hammasi mana 10 10 10 bo'ladi. Pasti 4 5 6 bo'lib o'zgargan. Bunday ko'rinishdagi yadrolarga esa izobar yadrolar deyiladi. Izotomda neytronlar soni bir xil bo'ladi. Izomerda zaryadlar va massa sonlari bir xil bo'lgan, ham zaryadi ham massa soni bir xil bo'lgan yadrolarga izomerlar deyiladi. Bu demak tadqiqotlarning eng katta yutuqlaridan birisi bu yadroning bog'lanish energiyasini mavjud ekanligini aniqlanganligi bo'lgan. Yadroning bog'lanish energiyasidan foydalanib atom elektr stansiyalari, atom bombalari, turli xil shunga o'xshagan yadroviy qurollar yaratilgan. Endi bu insoniyat uchun xavfli bo'lgan qurollar. Foydali tomoni bu demak atom elektr stansiyalarining mavjudligi, ya'ni atom elektr stansiyalari bu deyarli tekin bo'lgan energiya manbai hisoblanadi. Ya'ni bitta uranni ishga tushirib yuborsa, u demak milliard yil bir xil energiya o'zidan atrofga sochib turadi. Bu yerda yadroning bog'lanish energiyasini delta M ko'paygan, demak 931,5 mega elektron volt ekanligi formula jihatdan isbotlab ko'rsatilgan. Demak, solishtirma bog'lanish energiyasi degani bog'lanish energiyasini, ya'ni A ga bo'lish, ya'ni A degani bu proton va neytronlarning yig'indisi edi. Bu grafikdan turli moddalarning demak massa sonlari tasvirlangan. Demak, yadro kuchlari degan kuchlar bor, ya'ni proton va neytronlarni o'zaro bir-biriga bog'lab ushlab turadigan kuchlar bu yadro kuchlar deyiladi. Ularning demak bu yerda demak ta'sirlash vaqti, o'zaro ta'sir nimasi demak tasvirlangan. O'zi tabiatda kuchlar, asosiy kuchlar bu yadro kuchlari, elektromagnet kuchlar, yemirilish kuchlari va gravitatsiya kuchlariga bo'linadi. Asosiy demak tabiatda 4 ta kuch mavjud. Bu yerda yadro kuchlarining xususiyatlari tasvirlangan. Birinchidan, yadro kuchlari kichik masofada hosil bo'ladi. Yadro kuchlari zaryadga bog'liq bo'lmagan kuchlar. Yadro kuchlari nukleonlar spinlarning o'zaro joylashishiga bog'liq. Yadro kuchlari markaziy kuchlar emas. Yadro kuchlari yadrodagi har bir
nuklon chegarasida chegaralangan sondagi nuklonlar bilan o'zaro ta'sirda bo'lgani uchun to'yinish xususiyatiga ega bo'ladi. Xullas, yadro kuchlarining asosiy nimasi nazariyasi. Demak, ular juda qisqa masofadan ta'sirlashadi. Ya'ni taxminan 10-15 metr e, bir-biriga proton va neytronni yaqinlashtirsak, shunda yadro kuchiga ega bo'lamiz. Bu yerda radioaktiv nurlarning demak, magnit maydondagi harakat tasvirlangan. E, e, Bu yerda demak alfa, beta, gamma nurlarni nurlaydigan radioaktiv moddalar qo'llaniladi. Hop, bu yerda alfa parchalanishi tasvirlangan, ya'ni masalan radiy nimasidan, yadrosidan alfa zarracha chiqib ketadigan bo'lsa, demak Rn ya'ni radon nimasiga aylanib qoladi. Bu yerda ham parchalanish rasmi tasvirlangan. Bu yerda ham demak alfa parchalanish tasvirlangan. Beta parchalanish tasvirlangan mana. Neytron parchalanishi, proton parchalanishi va hokazo. Bu hammasi demak yadro reaksiyasi hisoblanadi. Bu yerda gamma parchalanish eng xavfli, ya'ni yadro bo'linganda o'zidan gamma nurlar ham ajralib chiqadi. Bu radioaktiv nurlar ichida eng xavfli nur bu gamma nuri hisoblanadi. Bu tirik organizmlarni o'ldiradigan xususiyatga ega. Endi shu parchalanish, ya'ni radioaktiv moddalar ochiq havoda turganda o'zidan demak atrofga mayda zarrachalarni sochib turadi va ular uzluksiz ravishda davom qiladi. Shu demak davom qilish qonuni radioaktivlik qonuni deyiladi. Radioaktivlikning parchalanish qonuni. Bu n teng n -, y + lambda ifoda bilan ifodalanadi. Bu yerda demak n parchalanmasdan oldingi atomlar soni desak ham bo'ladi. Yadrolar soni lambda demak parchalanish doimiysi, radioaktiv parchalanish doimiysi deyiladi. T esa vaqt. Bir taqsim lambda bo'lsa, o'rtacha yashash vaqti, ya'ni tau bilan ifodalashimiz mumkin ekan. Yadro reaksiyalari ajralib chiqadigan energiyani hisoblash, zanjir reaksiyasi. Ya'ni agar tinch atomni uyg'otmoqchi bo'lsak, unga biz neytron bilan hujum qilishimiz kerak. Neytronni tinch atomga yo'naltiradigan bo'lsak, u yadrosi parchalanishni boshlaydi. Parchalanish ko'rinishi deyarli taxminan mana shunday ko'rinishda sodir bo'ladi. Shu bilan bugungi demak darsimiz nihoyasiga yetdi. Savollar bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Savol yo'q domla. Xo'p, savollar Menda savol bo'lmasa, bor edi. xo'sh, Namolay bu 3-laboratoriyaning yuklash vaqti belgilama chiqib turadimi? Hali yuklamıyorum. Mana biga yukla. 3-laboratoriyani hozir ko'ramiz. 3-laboratoriya. Ama hali O'tdikmi o'zi 3-laboratoriyani? 3-laboratoriya уже 3-laboratoriya vaqt tugabdi, 23-aprel ekan uni vaqti. 12:00 deyilgan ekan. menda tayyor edi, lekin yuklanmay taklifda shu. Shuni
Açık bulsanız yükledim. Mayli. Ochib beraman. Nimagacha ochamiz yani? 30 aprelgacha ochamiz. 30 aprelda Dediğin qayta namıma, topshirish bo'ladi. oradan gidince 30 aprelda çakalsın. qayta Namıla topshirish ben bo'ladi. sanki yine kaytadan laboratuvarlarını şey yükledim ben. Siz o'tdingizmi oraliqdan? Avan öttüm madem invoz beydeme. Yazarım size. Ha, o'tgan bo'lsangiz, a- oraliqdan past baho chiqqan bo'lsa, zal yo'q. Bu oraliq zachot baho emas, asosiy baho yakuniyda bo'ladi. Yakuniga yaxshilab tayyorlaninglar. Modullar savollarni yuklab qo'yibman. Yakuniy nazorat savollari degan savollarni yuklab qo'yibman. Oldu. Rahmet Shu Namıla. savollar yaxshilab Assalomu tayyorlaninglar. alaykum. Assalomu alaykum Damla. Va alaykum assalom. Ben bu birinchi laboratoriya bilan uchinchi laboratoriyani yozib yuklab qo'ydim. Hali baholanmagan ekan, shuni baholab berasizmi? Hozir yukladingizmi? Yo'q, tunin 2 kun otish berildi-ku, 20 oqshom. Shu ochildi deganimdan keyin yukladingizmi axir? Ava. Ava ochildi Ha, degandan ularni keyin ko'rib yukladim. chiqmadim. Ularni endi baholayman. Ha, Ha, vaqtim bo'lmadi ularni ko'rib chiqishim. ha, yaxshi, rahmat Damla. Yaxshi. Yana kimdan savollar bor? Savollar bo'lmasa shu laboratoriyalarni yuklanmaganlari aytinglar, yuklasinlar. Chunki 30 aprel kuni qayta topshirish bo'ladi. Shu yiqilganlarni qaytadan baholaymanda. Yaxshimi? Yaxşı Namıla. Yükledim. Yaxshi bo'lmasa darsimiz tamom, xayr. Hayır.